Aka cho'nchagingizdagi narsalarni ham chiqaring. Hech nima olganim yo'q. Aldagani uyalmaysizmi? Olganim yo'q, aka. Men qarang aka, nimaga yolg'on gapiryapsiz? Hamma narsani kamera yozib turibdi. Chiqaring. Aka uyalmaysizmi shunaqa ish qilgan? Aka, uyda bolalarim qonni ochiydi. Shunga oldim. Shunaqa demaysizmi? Bizda ham insof bor. Ular kelib odamga o'xshab tushuntirsangiz, biz ham tushunamiz. Ziyonur, Ho, men bu kolbasa bilan nonni o'rab bergin mamma akamga. ho. Mana aka. Aka ikkinchi unaqa qilmang. Aka, baraka toping, rahmat kattagon. Alo. Ha, Ziyo, qalaysan? Ha, Ziyonur. Aka, holi joydamisiz? Qarang, faqat asabiylashmang. Men bir ham savobli ishga yo'l qo'ydim. Ham xullas bir qiz sevib qoldim men, aka. Nimalar deyapsan? Qatta yuribsan, men bitta ishni qalashib yotibdi. Mejikdamisan? Mejikda emasman, aka. Jiddiy gapiryapman. Hayotimni o'zgartirmoqchiman men. Bola, qulog'ingni kesib tashlayman, tushundingmi?